Assalomu alaykum hammaga. Ertalabdan barcha yoshi ulug', eng avvalambor o'zimni, ota-onamni, ustozlarimizni, jamiki biz uchun qadrli bo'lgan insonlarni bugungi xotira va qadrlash kuni bilan tabriklayman. Aslida biz ularni har kun xotirlaymiz, qadrlaymiz, hurmat-izzatlarini joyiga qo'yishga harakat qilamiz. Buni qanchalik bajara olamiz, endi bu o'zlariga va Allohga ayon. Lekin shunday bo'lsa-da, bugun o'sha rasmiy kun hisoblanadi, xotira va qadrlash kuni. Barcha o'sha yuqorida man sanab o'tgan azizlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Baxtimizga doimo sog'-salomat, bardam va quvvat yuringlar. Har doim shunaqa uylarimizni to'rini savlat to'kib, to'ldirib o'tirishinglarni Alloh bizga nasib qilsin.